deydigan bir moda so'zi var. Uni bugungi kundagi tilgindigan shatotliq o'xshash shatotlarcha o'rganib olgan bir narsa desakmi bo'ladi. Unda desak eg'i kelib ketishi mumkin, ammo nurg'un qarindoshlarimizning millatimizning ahvoliga qaraganda eg'i kelsa-mu amaliy ochiq reallik shu. Milletimiz, vatanimiz, xalqimiz o halda ekan, biz hech ish qilolmadik. Qo'limizdan bir ish kelmadi deb turib oladigan ish. Halbuki qo'lidan keldigan ishni nima qilmoqlik? Nima deganda aziz qarindoshlar, bugun dunyoning taraqqiyoti fan texnikaning kun sayin ish ilgirilishi jarayonida bizga Alloh subhanahu va taolo qatma-qat ne'matlar berdi. O ne'matning biri shuki, Alloh taolo bizni maxluq qildi. Alloh taolo bizni to'ng'iz qilsa qiladi, eshak qilsa qiladi, kala qilsa qiladi, boshqa hayvonlar qilsa qiladi. Onun ichidan inson qildi. İnsanların içinden bizni Allah subhanahu ve taala İslam ve imanını Peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti bo'lishni ve shundaqla ilahi kalamga muvaffaq qilishni muvaffaq qildi. Bu en büyük nimet. İkincisi, bizni Allah subhanahu ve taala yaratgandan keyin, musulmon qilgandan keyin bir istitoat berdi. Ya'ni o'qishga, o'qitishga, mana shundaq dunyoning har yerlari turib, ilohiy kalom bilan tanishishga, shundaqla yanjig'imizga ekib berdi. Bu ne'matlarni. Nurg'un odamlar var bugun. Telefonu yok. Nurg'un odamlar var, interneti yok. Nurg'un odamlar var, qaçıp жүрүклүк. Nurg'un odamlar var, suning oqisida. Nurg'un odamlar var, bir tishlab nonning oqisida. Nurg'un odamlar var, yani nurg'un odamlar var, ba. Bizni Alloh subhanahu va taolo shularning ichidan mana shundaq bir soatimizni ilohiy kalomga beralaydigan qildi. Nurg'un insonlar var. Ko'z yo'q, nurg'un insonlar var. Qo'l yo'q, nurg'un insonlar var. Quloq yo'q, nurg'un insonlar var. Bugungi kunda doktorxonada ha deb yotmoqda. Bugungi kunda nurg'un insonlar var. Qo'li esiqliq, nurg'un insonlar var. Yurki esiqliq, nurg'un insonlar var. Siydigan yerdan siyamay shilanka esiqliq. Bu istitoat bu. Üçüncü nimet qarindoshlar bizni Qur'onga uchrashtirdi. İlahi vahiyga uchrashtirdi. Bu ne'mat bu. "Velav alimallohu fihim khayran la asma'ahum va law asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun." Shuni bilingki, sizlarning qulluğunuzga Alloh taolo mushuni anglitishga muyassar qilgan bo'lsa, sizlarda yaxshilik bor. Sizlardan Alloh bir narsani kutib atadi. "Velav alimallohu fihim khayran la asma'ahum." Agar ularda anglatgan bo'lsa, bir yaxshilikni Alloh taolo bilgan bo'lsa edi, ularga anglatgan bo'ladi. Ya'ni ularga anglatsam yaxshilik yo'q deydi. Uning uchun ularga anglatmadi deydi Alloh. La asma'ahum latawallaw wa hum muridun. Agar ularga anglatgan taqdirda ular yuz o'riydi-da, uning uchun Alloh taolo ularga anglashga fursat bermadi deydi. Nim degan bo'ldi bu? Demakki, sizda bir xayriyatning borligini, sizden bir narsa kutadigan Allohning umidining borligini, g'oyasi nishonining borligini Allah bildi, sizde bir xayriyatning borligini eningda ekanini anglatdi dedi. Buni o'zi yetmamdi bizga. Buning uchun Allah uchun bir yarım saatimizni beremamdik. Bir saatimizni beremamdik. 5 minut vaqtimizni chiqaramamdik. Bir baldo kirishning o'zini.
Ve izte'erdene rabbukum la in şekertum la azidennekum ve la in kefertum inne azabi leşedid. Benim bu nimetlerimge sizlerning Rabbingni tarafından dedik Allah ilan kıldı dedi Allah. La in şekertum sizler nimet şükür kılsanlar ziyade kıp bermen. Eğer tuzkurluk kılsanlar mening azabım qattiq. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah sizlarga güzel bir emin xotirjam bo'lgan har narsa to'qqiz tel olgan bir yiz qishloqni misol qiladi. Ularga Alloh taolo har bir tarafdan ularning rizqlarini beradi. Ular Alloh taoloning ne'matlariga fakafarat bi an'amillah tuzkurlik qildi. Shukr qilmadi. Lekin Allah ularga nisbeten emillikni, qo'rqinchiga, to'qliqni, ochliqqa yo'tkide dedi. Ularning qilmish tufayli. Bu üçüncü nimet. Allah Teala bizni ilahi vahiyga uchrashtirdi. Demek ki bizde yaxshilik va Allah bizden yaxshilik umid qilmoqda. Dördüncü nimet ilim qarindoshlar. İlim insonning hayoti o'qigandilar, bilgandilar, eningdekin o inson hayotdir. Lekin o'qishni, o'qitishni, o'gitishni to'xtatgan kuni o insonning o'limidir o. Men emas Qur'oniy uslubda Alloh subhanahu va taolo bir qancha o'rinda degilik uni. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظل ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. Sayılan Sığlık beraber olamdı, ülük bilen tirik beraber olamdı, e'ma bilen küz körgalla beraber olamdı. Bunun hemmesi ilahi vahiyge koru oğalla. İlahi vahiyge karı oğalla. İlahi vahiy arkalık güllengelle, yaşıgalla veya ki ilahi vahiyin terk ediş arkalık ölgelle. İlim büyük bir nimet. Bilsek eğer, bilmesek Allah subhanehu ve teala bu nimetini ele aladı bizden. Nauzubillah. Allah subhanehu ve teala ve alleme Adem'el esma'a kullaha dedi. Bizge ilim bermegen bolsa, ilim nimetini bermegen bolsa, bizden cindin, şeytandan, hayvandan, eşekten, saçkandan ne farkımızdı? Beşinci nimet tevfik. İlmimiz bo'lgan bilan muvaffaq bo'lishimiz yani. Yani yaxshilikka muvaffaq bo'lishimiz. İlmimizga amal qilishimiz, ilmni o'rganib, o'rgatishimiz va shuni boshqalarga yetkazishimiz. Bu tevfik. Altıncısı kubul. Yani mesele bu. Biz bunu o'qigandan keyin, boshqalarga yetkazgandan keyin riya bilan yetkizdik mi? İnnema yetekabbalullahu minel muttaqin. Bir mesuliyet tuyg'usi bilan xolis samimiy yetkizdik mi? Allah Teala'nın samimiy sodiqlar maqomida manzilda bo'lgan qatorda bir şekilde yetkizdik mi? Bu bir mesele. Eningdan boshqa ustimizda xuddi beliq suvning ustida turgandek ne'matlar ustida yashamoqdamiz biz. Biz kim edik? Kim bo'ldik? Burun qanday edik? Hozir qanday bo'ldik? Yo'qlik qanday edik? Bugun to'qlik qanday bo'layapmiz? Qo'rqinchi va holatlarimizda Alloh taolaga nima deb yalvargan, hozir qanday qilib turyapmiz? Ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innalloha lagafurur rahim. Eğer siz Allah subhanahu ve teala'nın nimetlerini sanamakçı olsanız sanaksız. Mümkün emas sanap olamayızlar. Lekin Allah mutlak mağfiret kılıcıdır, mutlak mihribandır. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha innel insane la zalumun keffar. Yani Allah subhanahu ve teala bu ayette mi? Elbette Allah Teala'nın nimetlerini sanamakçı olsanız sanap olamayızlar dedi. Hakikaten insan to'lim o'z nafsiga zulm qilgan, vijdonining ovoziga quloq solmagan, fitratga qarshi ish qilgan, dinga qarshi ish qilgan, iymon islomga qarshi ish qilgan kaffar alomat bak tuzkur bir narsa bu deb Alloh subhanahu va taolo insonning tabiatini bu oyatda bayon qildi. Demakki
Allah Teala'nın bizim üstümüzdeki nimetini sormak çok tez. Qiyin. Şu nurgun palej insanlar var bugün dünyada. Nurgun qargı insanlar var dünyada hizmet kılayotgan. Nurgun kul tutmaz, put basmaz insanlar var. Eydeydigan har ola bilen hizmet kılayotgan qarindoshlar. Nima degan g'afillik bu? Tamam. Bizning yuvaş qo'limizdan kelmaydi ekan. Biqinimizda, yanjig'imizda, uyimizda, ko'pimizning ustida chayni ichib o'tirib, bir soat Qur'on bir dars o'qishni, o'qitishni, shunig'imi vaqtimiz yetmamda, shunig'imi qodir olmadik biz. Alloh taolo buni da so'ramamda. Buning uchun diqqat qilaylik qarindoshlar. Bu ne'matlarning shukri nima bilan bo'ladi deganda, buningga ahamiyat berish, buningga alohida hurmat bildirish, buning oldidagi mas'uliyatimizni ado qilish, tirishib o'rganish, o'g'itish bilan bo'ladi emasmi? Shunlashqa darsga vaqtida kerakli. Amal bo'lsa, bu meninglam emas. Hammamizning vazifasi. Boshqalarga tashviq qilaylik, g'o'ldaylik. Fa'amallazina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Tantana qilaylik. Mu'minlarning sifati shu. Allohning oyatlarini o'rganganida, Allohning oyatlari ularga kelganida, ular yangilik paydo qiladi uningdan. Yastabshirun degan shu. İstibşar, bushira degani bishorat. Voy palonning o'g'li tug'ibdi, palonning qizi tug'ibdi, o'g'il tug'ibdi, paloni pistoni bir yangilik bo'libdi degan o'xshagan xush xabarlarni arab bishir deydi. Ammo yastabshir degani, istabshira yastabshiru degani alohida bir qancha kalima bilan ustun bo'lgan bir fe'llardan bu. Alohida tantana qiladi degan bo'ldi. Ustiga faxrlanadi degan bo'ldi. Faxr his qiladi degan bo'ldi. Ve hum yubshirun demesinden yestabshirun degan bu alohida bir fe'llar bilan kelgan emasmi? Unda bo'lganligi uchun bizning to'pda herhalde biz necha odam bor kundan kunga qo'llayapti, alhamdulillah. Ammo buni bir odamga yoki menga yoki Mariya xonimga yoki Hasanjonga tashlab qo'yishga bo'lmaydi buni. Addallu alal xayri kafa'ilihi deb hadis var Rasulullah'ning. Bir yaxshilikqa boshqalarni yetaklash, yaxshiliklarning o'zini yetkazish, shu yaxshilikni qilgan bilan o'xshash. Shunashqa bir diqqat qilib, bundan keyin birimizni respekt, hurmat qilib, mas'uliyatimizni ado qilish orqali vaqtida kirsak demoqchi. Alloh hammadan rozi bo'lsin.